Rossiyada migrantlarni ishdan bo'shatish qoidalari o'zgartiriladi. Assalomu alaykum, aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz, obuna bo'lishni unutmang. Joriy yil 1-martdan boshlab Rossiyada migrantlarni ishdan bo'shatish uchun asoslar ro'yxatini kengaytirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda TASS tanishib chiqqan hujjatda keltirilgan. Unga ko'ra, hududiy darajada chet el ishchi kuchini jalb etishga cheklovlar joriy etilgan taqdirda ish beruvchilarga migrantlar bilan tuzilgan mehnat shartnomalarini bekor qilish huquqi beriladi. Bungacha Rossiya Mehnat kodeksida xorijiy fuqarolar bilan mehnat munosabatlarini faqat federal darajada cheklovlar o'rnatilganda tugatishga ruxsat berilgan. Yangi tuzatishlar ushbu ro'yxatga Rossiya Federatsiyasi subyektlari hokimiyati tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni ham kiritishni nazarda tutadi. Qonun loyihasiga ilova qilingan tushuntirish materiallarida qayd etilishicha, 2025-yilda shunday cheklovlar qator hududlarda, jumladan Moskva viloyati, Krasnodar o'lkasi, Novgorod va Nijniy Novgorod viloyatlarida joriy etilgan. Hududiy hujjatlarda patent asosida ishlayotgan xorijiy fuqarolar mehnatidan iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida foydalanishni taqiqlagan. Shu bilan birga, ish beruvchilar huquqiy noaniqlikka duch kelgan hududiy taqiqlarga rioya qilmaslik 1 million rublgacha jarima yoki faoliyatini to'xtatib qo'yish bilan tahdid solgan. Biroq xorijiy xodimni ishdan bo'shatish noqonuniy deb topilishi va qo'shimcha xavf-xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan. Hujjatda keltirilishicha, taklif etilayotgan o'zgarishlar ushbu huquqiy bo'shliqni bartaraf etish va mehnat qonunchiligini migratsiya bandligini hududiy tartibga solish amaliyotiga moslashtirilishga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyada LDPR fraksiyasi deputatlari partiya yetakchisi Leonid Slutsky boshchiligida sudlangan xorijiy fuqarolar uchun Rossiyaga umrbod kirish taqiqini joriy etishni taklif qilgan edi.